Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi sizlarning e'tiboringizga fransuz yozuvchisi Aleksandr Dyuma tavalludining 224-yilligi munosabati bilan uning 3 mushketor asariga tayyorlagan bukcherellerini e'tiboringizga havola etadi. Fransuz yozuvchisi Aleksandr Dyuma qalamiga mansub 3 mushketor do'stlik, sadoqat va jasoratni tarannum etuvchi tarixiy sarguzasht romandir. 17-asr Fransiyada bo'lib o'tgan voqealar, yosh D'Artagnanning shon-shuhrat izlab poytaxtga kelishi hamda qirol mushketorlari Atos, Partos va Aramislar bilan do'stlashuvi tasvirlanadi. Kitob ilk bor 1844-yilda chop etilgan. 3 mushketor asari jahon adabiyotining o'lmas durdonalaridan biri hisoblanadi. Bu asar nafaqat badiiy kitob orqali, balki yurtimiz telekanallarida yiliga bir necha bor berilgan videofilm orqali ham juda mashhurdir. Asarni o'qish davomida 17-asrda Fransiyada bo'lib o'tgan voqealarning ham biroz tahliliga duch kelasiz. Asarda o'sha davr urf-odatlari ham yorqin ranglarda tasvirlangan. Ushbu kitob ilk bor o'zbek tilida 1972-yilda chop etilgandir. Roman o'z ichiga olgan shafqatsiz harakatlar, do'stlik mavzulari bilan mashhurdir. U kardinal Richelieu ishtirokidagi siyosiy fitnalar fonida qahramonlar o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yoritib beradi. Umuman olganda, bu sharaf, sadoqat va romantikaning klassik majmuasidir. Asardagi asosiy qahramonlar barcha bir uchun, bir barcha uchun shiori ostida birlashgan 3 mushketorlardir. Asar qahramonlarining qirolicha Annaning sha'nini himoya qilish yo'lidagi sarguzashtlari, kardinal Richelieu fitnalariga qarshi kurashlari va saroy ichidagi murakkab siyosiy o'yinlar aks ettirilgandir. Asarning asosiy g'oyasi do'stlikka sadoqat, mardlik, vatanparvarlik va sharaf tushunchalarini ulug'lashdan iborat. Yangiyo'l tuman axborot kutubxona markazi sizlarga bu asarni o'qishni tavsiya etib qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat.